IELTS'da readingdan 9 ball olish bu ko'pchilik qila olishiga ishonmaydigan, lekin hamma olishi mumkin bo'lgan daraja. Va bugun biz siz bilan ilmiy va tajribaga asoslangan oddiy, lekin juda kuchli metod orqali qanday qilib readingdan eng yuqori 9 ballni olishni o'rganamiz. Va bu albatta bizdan mavzuga biroz kengroq va tizimli yondashuvni talab qiladi. Chunki sizga readingni haqiqatda yaxshilaydigan metodni o'rgatishdan oldin siz shuncha o'qisangiz ham readingdan o'sha 9 ball olmayotganligingiz sabablarini ham aytib o'tishim shart. Chunki IELTS'da readingdan 9 olish uchun sizga strategiya kerak emas. Sizga ko'nikma kerak. Va bugungi videoda aynan o'sha ko'nikmani qanday qilib rivojlantirishni o'rganib olasiz. Biroq boshlashdan oldin bitta muhim savolga aniqlik kiritib olishimiz kerak. IELTS reading nimani baholaydi? Reading strategiyalaringiz qanchalik zo'rliginimi yoki o'qigan ma'lumotni qanchalik tez va yaxshi tushunish qobiliyatingiznimi? Bilmasangiz, o'zim o'rgataman. IELTS'da readingdan imtihon topshirishdan yagona maqsad bu sizning tez o'qib tushunish qobiliyatingizni baholash. Siz qachon matnni to'liq o'qib tushuna olasiz? Faqatgina doimiy tarzda o'qib kelgan bo'lsangiz. Doimiy o'qish orqali siz nafaqat o'qish ko'nikmangizni o'zini, balki e'tiboringizni ham charxlab boraverasiz. Aynan shundagina berilgan matnni va o'sha matn asosida tuzilgan savollarni ham o'qib, to'liq tushunishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda gap faqatgina lug'at yoki gap strukturalari haqida ketmayapti. Gap umumiy o'qib tushunish qobiliyati, ko'nikmasi haqida ketyapti. Bu degani IELTS readingdagi muvaffaqiyatingiz sizni qanchalik ko'p reading qilganligingizga, o'qigan ma'lumotni qanchalik yaxshi va tez tushunishingizga va uni qanchalik yaxshi eslab qolishingizga bog'liq degani. Qolaversa ekspertlar IELTS materiallarini yozayotgan paytda savollarga to'g'ri javob berish strategiyalar asosida bajarilishini reja qilib yozishmagan. Katta ehtimol bilan bu haqda umuman o'ylab ham ko'rishmagan bo'lsa kerak. Lekin hozir IELTS deyarli faqat strategiyaga aylanib qolgan. Ko'pchilik tilga oid ko'nikmalarni kuchaytirish o'rniga faqat tips and hackslar bilan band bo'lib qoldi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz o'qib tushunishni yaxshi bilmasangiz, tabiiy ravishda savollarni ham yaxshi tushunmaysiz va to'g'ri javob bera olmaysiz. Misol uchun, matnni to'liq o'qimasdan birdaniga bitta savolni o'qib, keyin o'sha savolning javobini paragrafdan qidirish usuli bor. To'g'rimi? Bu holatda sizning butun e'tiboringiz faqatgina bitta savolning javobini topishga qaratiladi. Bu usulning ikkita juda jiddiy muammosi bor. Birinchidan, siz butun matnni faqatgina savolning javobini topish maqsadida tez-tez o'qib chiqsangiz ham ko'pincha to'g'ri javobni topa olmaysiz. Natija esa noto'g'ri javob va yo'qotilgan vaqt bo'ladi. Ikkinchidan, miyangiz bitta savolning javobini izlashga bor kuchini qaratgani uchun umumiy matndan fokus qochadi va e'tibor faqatgina o'sha javobni topishga qaratiladi. Bu esa har bir savol uchun matnni qayta-qayta o'qib chiqishga majbur bo'lishingiz va qimmatli vaqtni yo'qotishingizga olib kelishi kunday ravshan. Lekin agar birinchi navbatda matnni o'zini to'liq va e'tibor bilan o'qib chiqsangiz, o'qib tushunish va eslab qolish qobiliyatingizni yaxshi rivojlantirganligingiz sababli matnda har bir savolga ma'lumot qaysi paragrafda berilganini deyarli 100% eslab qolasiz. Bu xuddi o'zbek tilida matn o'qib, uni bir martadan to'liq tushunish va eslab qolishning o'zginasi, faqatgina endi ingliz tilida. Shundan keyin savollarni o'qiyotganingizda qaysi savolning javobini qaysi paragrafdan topish sizga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Shunday ekan, oldindan aytib qo'yay. Bugun men sizga reading uchun hech qanday tips and hacks bermayman. Strategiyalar ham o'rgatmayman. Aksincha, biz ular haqida bugun umuman gaplashmaymiz. Ularda buzg'uncha ekanligini inobatga olmaganda albatta. Chunki long termda, ya'ni uzoq muddatli perspektivada qaraganda, boya aytilgandek, bu tips and hackslar reading comprehensionni, ya'ni biz xohlayotgan va bizga aslida suvdek zarur bo'lgan o'qib tushunish ko'nikmasini umuman rivojlantirmaydi. Bizga esa aynan reading comprehension kerak. Chunki matnni bir o'qishda tushunsak, fikrlarni mantiqan bog'lay olsak va o'qigan narsamizni to'liq eslab qola olsak, biz shundoq ham readingdan uchala passageni ham taxminan 40-50 daqiqa ichida o'qib, savollarga to'g'ri va to'liq javob berib chiqib ketamiz. Ya'ni agar o'qib tushunish ko'nikmamiz yaxshi rivojlangan bo'lsa, biz ham tezlikka, ham sifatga ishlaymiz. Bitta o'q, ikkita quyon. Agar menga ishonmasangiz, bemalol o'zingiz uchun taqqoslash challenge-ni qilib ko'rishingiz mumkin. Va bu juda oddiy test.
fakt sifatida sizning o'zbek tilidagi hozirgi reading darajangiz 9 deylik. Chunki o'zbek tilida bir umr o'qib katta bo'lgansiz, to'g'rimi? Demak, ChatGPT orqali 3 ta IELTS passageni savollari bilan tarjima qildirasiz va testni o'zbek tilida bajarib ko'rasiz. O'zingiz uchun hech qanday tips and hackslarsiz yoki strategiyalarsiz. Ya'ni birinchi matnni o'qib, undan keyin esingizda qolgan ma'lumot bo'yicha savollarga javob berib chiqasiz. Agar e'tiborni bir joyga jamlab, eslab qolish qobiliyatingizni yaxshi chiniqtirgan bo'lsangiz, har bitta matnga sizga taxminan 15-17 daqiqa vaqt ketadi. Maksimum. Va albatta test oxirida biroz dam olishga ham vaqt ortib qoladi. Chunki sizda o'zbek tilidagi reading comprehension, ya'ni o'qib tushunish ko'nikmangizning o'zi zo'r. Bunga sabab siz birinchidan o'zbek tilini yaxshi bilganligingiz, ikkinchidan bu tilda ko'p reading qilganligingiz. Ya'ni sizda o'zbek tilidagi reading fluency qayta va qayta o'qish orqali ajoyib tarzda rivojlangan. Ana endi o'ylab ko'ring. Agar sizda o'zbek tilida reading zo'r bo'lsa, sizga readingni yaxshilash uchun yoki o'zbek tilidagi matn ichidan savollarga javob topish uchun yana qandaydir tips and hacks kerak bo'larmidi? Yo'q, albatta. Bu naqadar ahmoqlik bo'lardi agar siz vaqtni ma'lumotni o'rganishga emas, to'g'ri javobni topish uchun shunchaki kalit so'zlarni qidirib yurishga sarflasangiz. Shuning uchun men unaqangi cheat code'lardan foydalanishni yoqtirmayman, chunki ular sizni hech qaysi taraflama rivojlantirmaydi. Aynan shu sabab siz uchun masalaning aslida muhim bo'lgan qismi, ya'ni o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish juda muhim hisoblanadi. Nisbatan ko'proq vaqt ketadi albatta, chunki biz butun bir ko'nikma ustida ishlaymiz. Shu sababdan ham natija bizga 2 kundan keyin esdan chiqib ketadigan tips and hackslar emas, aksincha biz bilan bir umr qoladigan kuchli ko'nikma bo'ladi. Shunday ekan, bugun qiladigan ishimiz kasallikning belgilarini tips and hackslar orqali yashirish emas, aksincha o'sha kasallikni keltirib chiqarayotgan sabablarni aniqlash, ularni tomiri bilan qo'parib tashlash va o'rniga shifobaxsh va serhosil o'simliklarni ekish bo'ladi. Inshaalloh. Okay, demak, IELTS readingni kuchaytirish haqida gaplashishdan oldin, readingning o'zi nima ekanligi va u qanday etaplardan iborat ekanligiga oydinlik kiritib olishimiz kerak. Bilmaydiganlar uchun, reading bu to'g'ri kelgan matnni bir marta o'qib, keyingi matnga o'tib ketish degani emas. Reading bu darajaga mos yoki biroz qiyinroq bo'lgan bitta matnni takror va takror o'qib, tahlil qilib o'rganish, kerak bo'lsa deyarli yodlab chiqish degani. Agar IELTSda readingni 40-50 daqiqa ichida to'g'ri va to'liq bajarish sizning maqsadingiz bo'lsa, bu yagona yo'l. Chunki har qanday ko'nikmani kuchaytirish bu o'sha ko'nikmani qayta va qayta takrorlash va har safar oldingisiga nisbatan sifatliroq qaytarish degani. Siz agar bitta matnni to'liq tushunmasdan, undagi gap strukturalarini o'rganmasdan, kontekstda kelayotgan lug'atni birinchi o'rganib, keyin yodlab chiqmasdan yoki bularni hammasini chala-chulpa qilib darrov boshqa matnga o'tib ketaversangiz, sizda reading miqdori ko'payadi-yu, lekin sifat tabiiy ravishda kamayib boraveradi. Bir gap bilan aytganda, siz o'zingizni men reading qilyapman deb aldab yuraverasiz. Shuning uchun qaytaraman. Readingni tahlil va takrorlash orqali o'rganmasangiz, bu ko'nikmani umuman rivojlantira olmaysiz. Bu ko'zingizni oldida turgan aniq fakt. Va sizga hech qanday tips and hackslar ham yordam bermaydi. Chunki sizda asli yo'q ko'nikmani tips and hackslar orqali kuchaytirishning ham iloji yo'q. Menga qarang, sizga uzoq tuyulayotgan bu yo'l, ya'ni ko'nikmani rivojlantirish yo'li aslida eng qisqa yo'l. Tushunaman, IELTS reading passage'larni takroran qayta o'qish juda qiyin masala. Aynan shu sababdan ham donolarimiz reading ko'nikmani rivojlantirishni aynan darajaga mos bo'lgan kichik matnlardan boshlashni maslahat berishadi. Kecha tilni o'rganishni boshlab, bugun to'g'ri kelgan matnni yoki undan ham battari IELTS passagelarini o'qib ketavermasdan. Yechimga sizni uzoqdan olib kelyapman, chunki kontekst juda ham muhim. Bu narsani bundan oldingi lug'at yodlash to'g'risidagi videoyimizdan ham bilib, o'rganib oldingiz deb umid qilaman. Demak, endi reading fluency nima ekanligini ham o'rganib olishimiz kerak. Reading ko'nikmasini kuchaytirish uchun bu juda ham muhim. Demak, odatda reading fluency 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu accuracy, ya'ni so'zlarni talaffuzni to'g'ri o'qish. Ikkinchisi bu rate, ya'ni so'zlarni o'qish tezligi. Odatda bu narsa bizga time management uchun kerak bo'ladi, aynan imtihonda. Va uchinchisi
prosody, ya'ni qayerda urg'u berish kerak, qayerda ovozni ohangini o'zgartirish kerak, qayerda pauza qilish kerak, mana shularning hammasi aynan prosodyning vazifasi. Va bu narsa odatda matnda mantiqiy ma'nosini, ohangini aniqlashda ko'proq ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, readingning o'zi bu bir san'at. Biz uni shunchaki tips and hackslar darajasiga tushirib tashlaymiz. Bu nima degani axir, Karl? IELTS readingda vaqt chegaralangan bo'lganligi uchun time management degan narsa ham bor. Ya'ni vaqtni to'g'ri boshqarish. Va meni kuzatuvim bo'yicha aksariyat o'quvchilar aynan time management tufayli ham o'quvchilarda reading skillni o'zini rivojlantirmasdan tez va to'g'ri javob topish uchun o'sha tips and hackslarni o'rgatishadi. Lekin bu narsa qanchalik paradoksal bo'lmasin, yuqorida aytganimizdek, o'qib tushunish ko'nikmangiz dabdala bo'lsa, sizga hech qanday tips and hacks yordam bermaydi. Bu isbot talab qilinmaydigan, lekin juda ham ko'p isbotlangan fakt. Va bunga 3-4 oylab maxsus IELTS kurslariga borib ham 6-7 IELTS dan yuqoriga chiqa olmayotgan minglab o'quvchilar juda katta va namunali misol bo'la oladi. Va bu bizni siz qilayotgan eng asosiy 3 ta xatoga olib keladi. Xato number 1. Sizni bor e'tiboringiz tips and hackslar yordamida ishlash bo'lib qolgan. Ya'ni qaysi savolga qayerdan qanday javob topish kerakligi bilan miyangizni meni rivojlantir ey inson degan nidosini shunchaki bug'ib, yo'q qilib, o'chirib, o'ldirib tashlagansiz. Lekin endi tips and hackslar bu shunchaki bir tiyinga qimmat vaqtni o'g'irlovchi o'yin ekanligini tushunib yetdingiz degan umiddaman. Va o'shalarni o'rgatadigan kurslar ham. Xato number 2. Bu juda ham kam reading qilishingiz. Velosiped haydashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, velosiped haydashingiz kerak. Readingni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, reading qilishingiz kerak. Tips and hacks izlash emas. Va xato number 3. Darajangizdan ancha baland bo'lgan, to'g'ri kelgan matnni pala-partish o'qib ketish. Bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Reading bu faqatgina so'z boyligi emas, balki grammatik strukturalar va yozish uslubi ham demakdir. Siz o'zingizcha ma'nodan ayroq holda ro'yxat qilib yodlagan 1000 ta so'zingiz bilan IELTS passagelarini tushuna olmaysiz. Tips and hackslar umuman yordam bermasligini endi men aytib ham o'tirmayman. Umuman bir tiyinga qimmat bo'lgan mutlaq zarar kunandalar. Ana endi readingda haqiqatda kuchaytirish aslida qanday bo'lishini o'rganishga ham navbat yetib keldi. Va nihoyat. Demak, birinchi qadam tabiiy ravishda o'qishga bo'lgan muhabbatni uyg'otishingizga to'g'ri keladi. Mutolaa qilish bu ko'nikma va u juda ham muhim hayotiy ko'nikma. Bu eng birinchi va eng asosiy qadam. Chunki keyingi bosqichlar aynan mana shu birinchi qadamning ustiga quriladi. Sizni miyangiz shoshilib javob izlashga o'rganib qolgan, o'qishga emas. Shuning uchun ham siz qaytadan o'qishni o'rganishingiz kerak. Va buning uchun aynan ingliz tilida o'qishingiz shart emas. O'zingiz bilgan, xohlagan tilingizda har kuni hech bo'lmasa 20-30 daqiqadan o'qishni odat qilishni boshlashingizga to'g'ri keladi. Chunki ochig'ini aytganda miyangiz nafaqat tips and hackslar bilan zaharlanib bo'lgan, balki Instagram, YouTube va shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlar va onlayn video o'yinlar ham e'tiboringizni bir joyda jamlanmaydigan va o'shalardan boshqa narsalardan zavqlanmaydigan qilib qo'ygan sizni. Tan olaylik. Natijada sizni nafaqat dopamin ko'rsatkichingiz tushib ketgan, balki sizga o'sha ijtimoiy tarmoqlardan va video o'yinlardan ancha zerikarli tuyulgan hamma narsaga e'tiboringiz jamlanmaydigan, sabringiz yetmaydigan bo'lib qolgan. To'g'rimi? Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar o'zbek tilida hech bo'lmasa yarim soat bir joyda o'tirib bir nimani o'qiy olmasangiz, unda umuman tushunmagan tilingizda soatlab reading qila olishingizga ko'zingiz yetadimi? Yo'q albatta. Agar siz hozirgiday lanch va noto'g'ri tarzda davom etaversangiz, siz xohlagan natijangizga erisha olmaysiz. Sizga eng zo'r, eng kuchli metod berilgan taqdirda ham. Aytgancha sizga hozir o'rgatayotgan metodim aynan o'sha eng zo'r va eng yagona zo'r metod. Menimcha bir tiyinga qimmat bu betayin tips and hackslarga talabning juda yuqori ekanligi ham sabab shu. Sabrsiz, erinchoq va tamom bo'lgan miya bo'lsa kerak. Hech qanday ko'nikmani rivojlantirmasdan, umuman mehnat qilmasdan tez va oson shipillatib 9 da olib chiqish haqidagi betayin va'dalar va umid beradigan strategiyalar. Baxtimizga o'qish, ya'ni mutolaa qilish aynan shu muammolarga ham juda katta yechim. Tajribadan o'tgan. Yana qaytaraman,
Siz o'qigan narsangizni birinchi o'qishdanoq eslab qolishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni e'tiborni rivojlantirishingiz va vizual xotirani charxlashingiz shart. IELTS uchun bu judayam muhim ko'nikma. Va bu esa o'qishga muhabbatsiz bo'lmaydi albatta. Chunki siz 9 olish uchun o'qish bilan judayam ko'p vaqt o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, darajangizga mos yoki undan birozgina qiyin va qisqa materiallarni topib o'qishingiz kerak. Chunki matn agar juda qiyin bo'lsa, hafsalangiz pir bo'ladi. Juda oson bo'lsa, o'qiganimdan foyda yo'q, bilaman-ku deysiz. Juda uzun bo'lsa, qo'rqib readingga boshqa yaqinlasha olmaydigan bo'lib qolishingiz mumkin. Qolaversa bizda prokrastinatsiya degan narsa ham bor. Buni ham inobatga olishingiz kerak. Aynan shu sababdan darajangizga mos materiallarni topib o'qishingiz shart. Yana bir marta aytaman, qiyin materiallarni o'qimang, chunki maqsad bu yerda shunchaki o'qib ketish emas. Maqsad til darajalaridan birin-ketin o'sib borish. Ya'ni siz matndan kontekst ichida darajangizga mos lug'atni o'rganishingiz kerak. O'sha darajadagi strukturalarni o'rganishingiz kerak va yozuv usullarini ham o'rganishingiz kerak. Bu narsa xuddi yosh bola o'qishni o'rganishiga o'xshaydi. U birdaniga ilmiy maqoladan boshlamaydi-ku. Avval harflarni, keyin bo'g'inlarni, undan keyin so'zlarni, keyin gaplarni va shulardan keyingina butun bir matnni o'qishni o'rganadi. Unda ham qiyin matnlarni emas, aynan darajasiga va lug'at boyligiga mos bo'lgan matnlarda. Bir qarashda uzoqday tuyulishi aniq, lekin 5-6 oy tips and hackslarga vaqt sarflab hech qanday natija ko'rmagach, yana qaytadan boshlash o'rniga katta ehtimol bilan yana o'sha bir tiyinga qimmat betayin tips and hackslar yordamida birdaniga butun bir ko'nikmani o'zini boshidan qadam-ba-qadam 5-6 oy mobaynida jarayondan zavqlanib rivojlantirib borish va haqiqatda natijaga erishish menimcha aqlliroq qaror bo'ladi. Qolaversa bu davr ichida reading ko'nikmasi sizga foydaga ham qoladi. Ham ko'nikma, ham yuqori natija. Bitta o'q, ikkita quyon. Uchinchidan, ingliz tilida readingni endi boshlaganingizda u kitob bo'ladimi, maqola bo'ladimi farqi yo'q. Ovozingizni chiqarib, asta-asta o'qishingiz shart. Bunga sabab siz ovozingizni chiqarib dona-dona qilib ingliz tilida so'zlarni shoshilmay o'qiyotganingizda og'zingizdagi mushaklar umuman notanish bo'lgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga sekin-asta o'zlarini moslashtira boshlaydi va talaffuzdagi qiyinchiliklar nisbatan kam-kamdan kamayib yo'qolib boraveradi. Bizning og'iz mushaklarimiz yillar davomida o'zbekcha so'zlarni talaffuz qilishga moslashib bo'lgan. Shuning uchun ham boshqa tildagi notanish so'zlarni talaffuz qilish na tilimizga, na og'iz mushaklarimiz uchun oson bo'lgan vazifa emas. Hozir gapirayotgan so'zlarimning talaffuzi ham og'iz mushaklarim va tilimdan chiqyapti. Ichimdan kelayotgani yo'q. Ichimdan faqat ovoz kelyapti. Tovush ko'rinishidagi so'zlarim esa aynan og'iz mushaklarim va tilim yordamida shakllantirilyapti. Shuning uchun bizni endigi vazifamiz og'iz mushaklarimizni va tilimizni so'zlarni talaffuziga o'rgatish. Ya'ni yuqoridagi reading fluency'ning eng birinchi punkti accuracy. Matnni hattoki ichingizda o'qisangiz ham so'zlarning talaffuziga baribir juda ham qiynalasiz. Agar hech ovoz chiqarmay reading qilgan bo'lsangiz, nima deyotganimni yaxshi bilsangiz kerak. Bu juda ham g'alati holat. Qolaversa ovoz chiqarib o'qish reading qilayotgan paytda tutilib qolmasdan, sekin-asta, qadam-ba-qadam matnni bir tekis to'g'ri o'qib ketishni ham bizga o'rgatadi. Ya'ni reading fluency'ni 2 va 3 punktlari read va prosody. Bu juda ham muhim. Har qanday o'qiyotgan paytingiz deb tutilib qolishni xohlamasangiz kerak. Va tushunganingizdek, o'rta darajaga kelguningizcha siz ingliz tilida nafaqat bemalol o'qiy olasiz, balki og'zingiz og'rimasdan, charchamasdan, tutilmasdan, tilingiz sinmasdan bemalol gapira olasiz ham. O'zlari betsu darajada bo'lib turib gapirishni endi o'rganayotgan va 2 minutda og'izlari og'rib qolayotgan studentlarga alangalik salom. Va nihoyat biz siz bilan metodimizga ham yetib keldik. Menimcha metod qanday ekanligini o'zingiz ham allaqachon tushunib yetgan bo'lsangiz kerak, chunki bu metod asosida shu paytgacha keltirilgan ma'lumotlar yotibdi. Reading uchun o'sha yagona va eng samarali metod. 2 og'iz so'zda. Matn olasiz, bilmagan so'zlaringizni o'rganib yodlab chiqasiz va matnni kamida 10 marta o'qib chiqasiz. Ana endi
to'liqroq o'rganamiz. Demak, darajangizga mos matn olasiz. Matn katta bo'lmasligi kerak, aks holda yodlaydigan so'zlaringiz ham shuncha ko'p bo'lishi mumkin va birinchi qiladigan ishingiz bilmaydigan so'zlarni topib, talaffuzi va gapdagi tarjimasini o'rganib yodlab chiqish. Yangi so'zlar sizni vaqtinchalik xotirangizga tushadi. Bu juda ham tabiiy holat. Demak, so'zlarning tarjimasi va to'g'ri talaffuzi sizning vaqtinchalik xotirangizda mavjud. Ana endi siz matnni kamida 8-10 marta o'qib chiqasiz. Albatta ovozingizni chiqarib va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilgan holda. Ba'zi so'zlar qiyshayib ketsa to'xtab qolmaymiz va e'tibor bermaymiz ham. Lekin keyingi marta o'qiyotganda albatta to'g'rilab o'qiymiz. Odatda 1-3 martada so'zlarni tanib o'qiysiz. 4-7 martalarda gaplar orasidagi mantiqiy bog'liqlikni tushunish va 8-10 martada matnni deyarli o'zbek tilidek tabiiy qabul qilish va eslab qolish etaplari bo'ladi. Takrorlashlar, ya'ni 8, 10, 5, 10 hammada har xil, lekin etap hamma uchun bir xil. Shu yerda ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin, matndagi 90% so'zlarni bilmasam-chi deb. Okey. Bunaqada qiladigan ishingiz ko'payadi. Umringizda so'z yodlamagan bo'lsangiz nima ham derdik? Hamma narsa ham qachonlardir birinchi marta sodir bo'ladi. To'g'rimi? Xullas, birinchi so'zlarni o'rganasiz, undan keyin matnni ovozingizni chiqarib 10 marta o'qiysiz. Birinchi o'qishdayoq matnni tushunmasangiz xavotir bo'lmang, bu juda ham tabiiy holat. Hammada shunday bo'ladi. Odatda taxminan 6-8 martaga kelib matnni tushuna boshlaysiz va 10-martaga kelganda matnni 85% dan 100% gacha to'liq tushunasiz. Va ikkinchi tomoni 10-martaga kelganingizda yodlagan lug'atingiz sekin-asta vaqtinchalik xotiradan doimiy xotirangizga o'tishni, miyangiz esa so'zlarni gapda tabiiy ishlatilishini o'rgana boshlaydi. Aynan shuning uchun ham so'zlarni kontekstda o'rganish suvday zarur. Ingliz tilida ma'nodor so'zlar juda ham ko'p, lekin aksariyatini ishlatilish kontekstlari har xil. Ya'ni har xil vaziyatlarda bir xil ma'nodor so'zlar ishlatilishi mumkin. Qaysi so'z qayerda qanday ishlatilishini o'rganish uchun ham lug'atni ro'yxat qilib emas, gap ichida, ya'ni kontekstda yodlash shart. Buni biz lug'atni to'g'ri yodlash haqidagi videodan bilib olgandik. Ana endi bu reading method sizni nafaqat o'qib tushunish ko'nikmangizni yaxshilaydi, balki speakingingizni ham kuchaytiradi. Tabiiy ravishda. Chunki bitta matnni 10 marta ovoz chiqarib o'qidingiz degani, siz taxminan 10 minutcha og'iz mushaklaringizni va tilingizni mashq qildirish orqali speaking qildingiz degani. Har doimgidek bitta o'q, lekin bu safar naqd 3 ta quyon. Esda tutamiz. Biz tutadigan yo'l aqlli, tez, samarali va ko'p taraflama bo'lishi kerak. Shu bilan birga yangi tilda miyamiz ma'lumotni asta qabul qilishini va asta tahlil qilishni ham unutmasligimiz kerak. Bu degani materialni pitirlatib o'qib tashlamasdan asta sekin o'qish kerak degani. Esingizdami? Biz o'qiyotgan materialimizni esda saqlab qolishni o'rganishimiz kerak. O'sha IELTS readingdagi savollarga birinchi martadan to'g'ri javob berish uchun vizual xotirani rivojlantirishimiz shart. Shuning uchun birinchi sinf o'quvchisi o'qishni qanday o'rganishini doim esda tutamiz. Sizni ham bu holatda undan hech qanday farqingiz yo'q. Lekin shu bilan birga asta o'qiyapman-ku, 2 yo 3 marta o'qib chiqsam ham yetadi deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, bitta matnni 10 marta emas, 3 marta o'qib ketyapsiz. Va bu orqali o'zi shundoq ham endigina vaqtinchalik xotiraga yozilayotgan lug'atni yarmidan kesib tashlayapsiz. Ya'ni hattoki vaqtinchalik xotiraga ham yaxshi yozilishga ulgurmayapti o'sha lug'at. Qaytarmagan so'zingizni qanday qilib yodlashingiz mumkin? Yana bir umrga. Bu narsani shunchaki iloji yo'q. Bundan tashqari og'iz mushaklaringiz qancha ko'p ishlasa, shuncha tez o'rganaveradi va tabiiy ravishda shuncha tez readingdan ham, speakingdan ham xohlayotgan natijangizga chiqasiz. Har qalay reading va speaking bilan 5 yil sudralib yurishni xohlamasangiz kerak. IELTS readingdan 9 ball olish bu tips and hackslar yordamida ko'p va yuzaki test ishlash emas, balki ingliz tilida o'qishni o'z ona tilimiz kabi tabiiy darajaga olib chiqish bilan erishiladi. Biz taklif qilayotgan ovoz chiqarib takroriy o'qish metodi nafaqat readingni, balki speaking va umumiy til intuitsiyasini ham shakllantiradi. Va eng qiyin bosqich bu tabiiy ravishda zerikarli tuyulayotgan 10 marta takrorlashga sabr qilish hisoblanadi. Lekin aynan mana shu sabr 9 ballning eshigini ochadigan ayni o'sha kalit. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetib qoldi.
qanday darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar 2 haftalik challenge-ni o'tkazib ko'ring. Challenge-ni qanday qilish bo'yicha darajangizga mos tayyor rejani bizning rasmiy Telegram sahifamizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Darajalarga mos o'qish materiallarini, kerakli lug'atlarni va B1, B2 darajalari uchun to'liq, mutlaqo bepul kursni ham aynan bizni rasmiy Telegram sahifamizdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha reading resurslarini topishning yana bir oddiy yo'li bu sun'iy intellekt. Siz Grok, Gemini yoki ChatGPT orqali xohlagan mavzudagi matningizni olasiz va ushbu promptni matn bilan birga sun'iy intellektga berasiz. Va sun'iy intellekt u matnni siz xohlagan darajaga tushirib beradi. Ma'no o'zgarmaydi-yu, lekin o'qib o'rganishingiz ancha yengillashadi. Xuddi shunday sun'iy intellekt xohlagan kitobingizdan ham 2-3 betini darajangizga moslab har kuni kam-kamdan o'qishingiz imkonini ham beradi. Ayni ushbu promptni ham bizning rasmiy Telegram sahifamizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Havolani video ostida qoldiraman. So with that being said, umid qilaman bugungi rolik sizga foydali bo'ldi. Bir-birimizdan uzoq bo'lsak-da qalban birgamiz, missiyamiz ham bir. Tez orada ko'rishguncha. Take care. Ciao.